Bugun challenge'imni birinchi kuni $100 puli bilan Uzum marketdan noldan biznes boshlab $2000 qilish. Birinchi qiladigan ishim Uzum marketdan tovarlar analiz qilish. Agar birinchi yatita ochib oladigan bo'lsam, tovarlarni analiz qilib, bozordan olib kelib, Uzum marketga jo'natgunimga qadar vaqt o'tib ketishi mumkin va davlatga ortiqcha soliq to'layman. Yaxshi daromad qilishim uchun haftasiga kamida 100 tadan oshiq sotiladigan tovarlar topishim kerak. Birinchi analiz qilgan tovarim 199 ming so'mgacha, haftasiga 100 tadan 500 tagacha zo'r sotilgan. Keyingi analiz qilgan tovarim bu futbolkalar bo'ldi, haftasiga yaxshigina sotilgan. Analiz qilingan tovarlarda bozordagi narxini bilish uchun sekin bozorga ham yo'l oldim. Bozorda aynan shu krossovkalarda 85 ming so'mdan topdim. Keyin futbolkani narxini bilish uchun trikotajga yo'l oldim. Futbolkalarni ko'rishni boshladim. Futbolkani kilolab sotishar ekan. 1 kilo futbolka 68 ming so'mdan va 1 kilosida 6 dona futbolka bo'lar ekan. 1 dona futbolka deyarli 11,5 ming so'mdan tushyapti. Shu bilan challenge'imni birinchi kunini boshlab oldim. Keyingi videoyimda sotuvchilar bilan qarzga kelishib ko'raman. Menga obuna bo'lib, videoga like bosib, kommentariyada o'z fikringizni qoldiring.